Barchalarga salom do'stlar, mana sizlar bilan HTML video kursimizning ikkinchi video darsligiga ham yetib keldik. Xo'p, bugungi darsda nimalarni o'rganamiz? HTML strukturasini, keyin matn muharrirlarini o'rnatishni ko'rib chiqamiz hozir birgalikda. Birinchi navbatda biz matn muharririni o'rnatishdan boshlaymiz. Buning uchun istalgan bir brauzerni ochib, qidiruv tizimiga xo'p Visual Studio Code deb yozamiz va birinchilikdagi saytni ustiga bosib kiramiz. Xo'p, mana Visual Studio ID degan narsa bor buni. Sublime Textda yo'q. Bunaqa imkoniyat ko'p tomonlama, ya'ni bu professional bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Yuklash ustiga bosib, mana ixtiyoriy bir operatsion sistemani tanlab o'rnatib olamiz. Linux, macOS bo'lsa macOSni bosing va o'rnatib oling kompyuteringizga. Yuklab olish jarayoni ketdi. Men X ni bosaman, chunki kompyuterda o'rnatilgan. Xo'p. Yaxshi. Sublime Text 3 ga o'tamiz endi. Bu nisbatan endi boshlaganlar uchun tavsiya qilaman buni. Shu anchagina sodda Visual Studioga nisbatan. Keyinchalik siz anchagina murakkablashganingizdan so'ng, yaxshiroq o'rganganingizdan so'ng Visual Studioga o'tib ketsangiz ham bo'ladi. O'zi umuman farqi yo'q, qaysi birida yozishingizni. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa, ana o'sha matn muharririni ishlatishingiz mumkin. Xo'p, biz video darsligimizda shu Sublime va Visual Studiodan foydalanamiz. Hozir mana Sublime Text uchun o'rnatmoqdamiz. Do'stlar, buni imkoniyati, Sublime Text imkoniyati Visual Studionikidan biroz kamroq, ammo sodda va tushunarli Sublime Text uchun. Avval aytganimdek, endi boshlaganlar uchun yaxshi dastur. Xo'p, o'rnatib bo'lindi. Ana endi buni ochib olamiz, o'rnatamiz. Run knopkasi ustiga bosamiz. Bu yerda manzil tanlaymiz, qayerda o'rnatilishini ko'rsatib o'tamiz. D-diskga o'rnatilsin. App stopkasini ichiga o'rnatamiz. Xo'p, next bosamiz, tanlab bo'lgandan so'ng. Xo'p, keyin next install. Juda ham tez tarzda yuklab bo'lindi. Tak. Ana endi dasturni ochib olamiz. Xo'p. Mana bu yerda siz ixtiyoriy browserni yuklashingiz mumkin edi. Telegramda yozib o'tganman, mana hamma narsa ma'lumot berilgan maqolada. Bemalol Telegram kanaliga kirib, o'qib ma'lumot olishingiz mumkin. Tak. Hozir biz biror saytni ochib olamiz. Apple saytiga kirdim. Bu yerda hozir men qanday qilaman kodlarni chiqarishni ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda inspect kod deyiladi. Ya'ni dasturchilar uchun mo'ljallangan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Saytning HTML kodi. Barchasi mana shu yerda keltirilgan. Hamma veb saytlar HTML tilida yoziladi. Ularning strukturasida HTML dokumentga borib taqaladi. Bu yerdagi narsalarni o'zgartirishingiz ham mumkin. Misol shu yerdan CSS yoki bir JavaScript kodlarini o'chirib qo'yishingiz yoki o'zgartirishingiz mumkin, ammo bu faqat o'zingizga ko'rinadi xolos. Saytda barcha uchun o'zgarish bo'lmaydi, faqat o'zingizda. Xo'p, mana bu yerda mana stillar, CSS kodlari
Tak yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, Sublime Text'ni ochib olamiz va kod yozishni boshlaymiz. Mana bu qisqagina mana HTML ning strukturasi hisoblanadi. Asosiy fundamentalniy struktura yozilgan bu yerda. Xo'p. Tak. Xo'p, bu yerda mana menyular bilan tanishishingiz mumkin. Section, window view, go to tools, project preference va help qismlari bor. O'zingiz ko'rib chiqasiz buni. Hammasini bitta-bitta tushuntirib o'tirmayman. Xo'p. Hozirgina matn hello friends deb yozamiz. Xo'p, saqlayman. Endi buni ishga tushirib ko'ramiz hozir. Tak. Savyas. Qarang, saqlaguncha siz mana bu yerda nom kiritasiz. Bu yerda ixtiyoriy bir nom yozsangiz bo'ladi. Ammo standartni nom bu index HTML hisoblanadi. Biz o'zi mana main page deb saqladim mana o'zim. Endi buni ishga tushirib ko'ramiz. Yozgan kodimiz mana ishga tushdi va matnimiz ekranga chiqarildi. Hello friends deb yozgan narsamizni chiqarib berdi brauzer. Tak. Xo'p. Google Chrome'da ochib oldim. Tak, mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. HTML kodi, biz yozgan kod. Hop. Keyin bu yerdan siz mana dasturni temasini o'zgartirishingiz mumkin. Hozir boshqa narsa ochilib ketdi. Preference select tema. Mana shu yerdan siz tanlab o'zingizga yoqqan bir temani o'rnatishingiz mumkin. O'zingiz qo'lda yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Keyingi anonimiz tegimiz kommentdagi. Komment qanday yoziladi deydigan bo'lsangiz, mana katta ishorasi va keyin unda ikkita tire va mana shuni ichida biz so'z yozamiz va shu komment hisoblanadi. Tak. Mana hozir sahifada e'lon qilinmaydi kommentariya. Ammo kodda chiqib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Xo'p, bu bo'ldi. Keyingi navbatdagi tegimiz. Xo'p, mana hiyat tegi. Hiyat tegini ichida nimalar bo'ladi? Hammasini mana shu maqola orqali o'qib chiqishingiz mumkin. Hiyat tegini tarkibida asosan hop link, title, keyin skriptlar, meta teglari, keyin CSS stil kodlari, mana shunga o'xshagan kodlar ishlatiladi va hokazo. O'zunchalik ko'p teg ham yozilmaydi. Bu teglari, hiyat tegini ichidagi teglar sanoqli. Asosiylari shu meta, title, stillar, keyin script kodlari, boshqa tilda yozilgan script kodlar va hokazo. Xo'p, yaxshi. O'ylaymanki bu video darsi hammangizga tushunarli bo'ldi. Kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilaman. Shu yerda video darsini yakunlaymiz. Keyingi video darsida ko'rishguncha o'rganishdan to'xtamang, doimo harakatda bo'ling. Barchangizga rahmat.